Mana shunaqa chiroyli joylarga keldik bola. Sen telefonni yaxshi tushunasan? Qarindoshlar gruppasiga rasm video olib berasan meni. Ular ham ko'rsin, kesin deymanda. Bo'ldi, zo'r qilib olib beraman o'zim. Yuring. Mana bunaqa ochuv mashinalari bor ekan, olib yurish ekan. Men bolam olib yuribdi. Gapir. Ha, shunaqa zo'r chiroyli gapirsana. Akmal aka. Mana Faxriddin sana mashaq kelganda maqtanuvdingni biz ham keldik. Daryolar ko'rsatadi tabiatda. Voy, tapchalarni qaranglar. Ada, men turib gapiraman men. Tekstira. Mana shu yo'lni ikki chetda 35 ta tapcha. Mana shu suvni bo'yida 35 ta tapchani bor ekan. Ha, Sherzod bittasi mazza qilib qo'yayotdi. Saray cho'si qo'yayotardini ko'chalarda, to'g'rimi? Ada, hozir boshqa joylarni ko'rsataman. Mana shu, anchacha masala olib kelsa, ovqat ham qilib berishyapti. Bo'ldi, hozir masala olib kelamiz. Fantani bor ekan, fantani mana. Men ham gapiray, ada. Mana gapir. Fantanlar hozir undan zo'rini ko'rsat. Ada, men ham gapiray. Mana qara, suvni qara, suvni qara. Saunasi bor ekan, ko'rsating. Bor ekan, mana. Men gapiraman, men. Men turib olib gapiraman. Sauna. Bu saunamizda. Qara. Mol Jamshid mana sauna o'g'illi bo'ldi olib kelmading. Saunasini qaragan meni. Tushuntirib ber. O saunamiz ko'rding, o'g'limchalik emassan-da mana. Mana bu yerda o'tirgan joylari ham bor ekan. Rasmga olsanmi? To'g'ri turib olyapti, to'g'ri. Rasmni kiyosan bo'lakan, qara tapishgan tushunmay qolsa, paqa ustimdan kuladi. To'ppiz so'qiladi, to'ppiz. Ha, zo'r. To'g'ri turing. Mana bunaqa chelaklari bor ekan. Chelak emas, ada, shalay. Ichkarini ko'rsatamiz. Ada, meni gapirtiring mana shu yerda. Ichkarini ko'rsatamiz. Amaqalarim ko'rsin. Basta bor yog'ochli uyda xonani ko'rsatinglar, qaralaring. Mana bu yerda men yotaman. Ada, kelingiz bilan men yota qoling bu yerda. Mana bu yerda televizor bor ekan. Mana bu yerga Tursunboy navaralaringni olib chiqsang bo'lagan, qarang xonasini ko'pligiga. Joylaring yoqdi bolam. Voy, amaki sizlar xalashib yuribsizlarmi? Ha, shu yeramiz. Ko'ramiz dedi-ku. 3 kun ko'radimi? Ha, joying katta ekan-da. Ovqatlaring afzal ekan. Katta yotib yurdinglar sizlar? Birinchi chelemidi, nima edi? Birinchi shalay bo'shagan shu yerda yotdik, aka. Ha, unda hisob-kitob qilib beringlarmi? Qanaqa hisob-kitob mujik bo'lgan? O'zi eshitdingmi? Oti nima edi? Kristal Resort. Ha, Kristal Resortni bemalol aylanavering dedi. Aka, bizning orqamizda ancha odam keladi, qarindoshlik tashaganmiz videolarda. Zo'r bo'ladi, aka. Ada, yuring boshim. Aka, rahmat, zo'r dam oldi. Ada, yura qoling, ketib qoling. Nima turibdi, mana? Ada, qo'ysiz.